Kolbasa apparatimiz yangi. Buni 200 dollarga beramiz. O'zlari yaqinda 250 dollarga olishgan ekan, umuman ishlatishmabdi. Undan keyin xamir qiladigan apparatimiz, buni bir marta ishlatishgan, narxi 120 dollar. Men ishlarni ham ko'rsatib o'taman, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bir marta ishlatishgan. Undan keyingisi blenderimiz 50 dollar. Undan keyin spetsiya chiqaradigan apparatimiz, mana ko'rib turibsizlar, buni ham bir marta ishlatishgan ekan, 70 dollar. Bunisi esa bu ham xuddi shunaqa bir marta ishlatilgan misarovka, narxi 150 dollar. Undan keyin mana bu qozonlarimiz bu 6 ta dona, 6 tasidan bittasini ishlatishgan ekan, bir marta ishlatishgan ekan. Buni narxi 2 million so'm qozonlari bilan birga beramiz. Naложениeni ko'rsataman. Undan tashqari tarozimiz ishlatilmagan 250 ming so'm va nержавейка stollarimiz har bir donasi 1 million so'mdan. Ketdi. Bu marmitimiz qozon-pozonlar bilan birga beramiz. Bor yo'g'i bir marta ishlatishgan ekan, narxi 150 dollar. Shu turishini o'zi 6 ta predmetlari bilan birga beramiz. 6 ta emas, 7 ta ekan. Va monoblokimiz ham monitorni faqat ishlatishgan, bunisi chek apparatida ishlatishmagan. Bu turishi 100 dollar. Nержавейкali stolimiz kattasi 500 ming so'm, bunisi 400 ming so'm. Nima deganinglar, tegi temirli bo'ladi. Mana bu narsalarni ko'rib turgan narsalarni telefon qilib egalaridan bilib olsanglar bo'ladi. Undan keyingisi mo'ykamiz, bittalik mo'ykamiz, ko'ryapsizlar, oyog'ini tegim nержавейкali. Mana bu narsalar bilan birga beramiz. Buni narxi 100 dollar. Bunisi esa ikkitalik ko'rib turganinglardek narxi 150 dollar. Kotelimiz Shivaki, bu 15 talik, narxi 50 dollar. Va hamda vichkalarimizni razmerini tanishtirib o'tamiz. Birinchi 1.20 ga 1.50. Bunisi esa 1 metrga 2.30. Buni bor yo'g'i 1000 dollarga qildirgan ekanlar. İçidagi motorlari bilan birga. Hozirgi kunda 400 dollarga beramiz deyaptilar. Mana materiallari ham o'zi neobычный ko'rib turganinglardek. Va hamda gazimiz 6 talik gaz 2 million 800 ming so'm. Tandirimizni любой joyga olib borsanglar bo'ladi. Xildirilari bor, mana suriladi. Buni narxi 8 million so'm. Ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Barbekyu, shashlik, любой narsa qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, buni narxi 100 dollar. 1.30 ga 2 eshikli eshigimizning narxi 600 ming so'm. Промышленный холодильникimiz 6 talik, narxi 600 dollar.